Gentra mashinasini olishim kerak. Kvartira xarid qilishim kerak. Uylanishim. Ota-onamni umra safariga jo'natmoqchiman. Nima qilishni bilmayapman. Qanaqa qilib erishsam bo'ladi bu narsaga? Kechirasiz, yoshingiz nechida? 20da. 20 yoshli yigitni o'ziga bunday katta talab qo'yishni sababi nimada ekan? Sababi bitta. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda juda ham ko'p yoshlarimiz men 20 yoshda mashina olishga ulgurdim. Men 20 yoshda unday qildim. Men bunday qildim deb o'zlarini reklamaga baxshida etib, afsuski farzandlarimizni o'zlariga nisbatan samatsenkalarni tushirib yuboryaptilar. Nega u Gentra minoliydi? Nega men minolmayman? Nega u ota-onasini umra safariga yuboryapti, men yubora olmayman? Bu o'ziga nisbatan yoshlarimizni ishonchini pasaytirib qo'yapti. Mana shu talablar o'zlariga nisbatan ishonchni pasaytirib hamda noshukrlik holatini keltirib chiqaryapti. Siz noshukur bo'lmang. Siz hali yoshsiz. Sekin-sekin ulgurasiz. Balkim 1 yil Gentra olarsiz, yana boshqa 1 yili uy qurarsiz. Ota-onangizni umra safariga yuborishga ham ulgurarsiz. O'zingizga juda ham qattiq buyruq berib qo'ymang. Mana shunaqa o'ziga nisbatan ishonchi pasayib ketayotgan insonlar ko'proq kasallikka moyilliklar uchrayapti. Sizga maslahatim, ijtimoiy tarmoqlarni ko'proq kuzatmasdan ideal hayotda o'zingiz ustingizda ishlang. Sport bilan shug'ullaning, turli xil to'garaklarga boring. O'zingizga nisbatan ishonchingizni ko'tarsangiz, sekin-sekin niyatlaringizga erishasiz. Orzu orzuligicha qolmaydi. Siz maqsad qo'ying. Maqsadingiz albatta ro'yobga chiqadi.